Не, kerak emas. Nega? Ne, bесплатно. Voy. Bесплатно kerak emas. Nega? Shunaqa. Rahmat, Fotimaxon. Tinch bo'ling. Hazillashma. Yo, hazillashgan ham yo'q, to'g'ri bo'ling. Yipanut bilan. Gap katta qizdi, men tushunmayman-da. Gap katta qiz 12 ming so'm bo'lgan poyezdga eshikni ochib berdi otdi-da. Uyat bor-ku, sen qiz bolasan. Sen yoshdan katta odamlar bo'lishi mumkin. Alo. Alo. Da. Menga raqamingizni bera olasizmi? Yo'q, bera olmayman, uzr. Bo'lmasa karta raqamingizni tashlab oling. Yo'q, kerak yo'q, singlim kerak yo'q. Asalam deysizmi? Yo'q, singlim do'man. Yo, menga raqamingiz kerak-da, taklif chaqirsangiz kerak. Yo'q, uzr, men kela olmayman. Menga yoqib qoldingiz-da? Yo'q, men kela olmayman, uzr. Orqa raqamingizni bering. Bera olmayman. Sabab? Chunki yoshlari katta odam bo'lsa ham ana o'qilar ekansizda, chaqirib chiq mashinadan eshikni ochib ber deb. Menga shu muomalangiz yoqmadi, bor-ku. Chunki bizlar ham odam, bizlar charchagan bo'lamiz. U qiyin emas-ku eshikni ochish yoki shunaqa ham qiyinmi? Men biznes klub chaqirgandim. Xo'sh, to'g'ri, siz haqsiz, lekin o'zbekchilikka endi tushunsangiz bo'ladi-yu. Men yoshman, lekin qari odamlar ham bor-da, tushunasizmi? Men haq tarafdoriman faqat. Shunda mendan xafasiz, to'g'rimi? Men Allohga havola qildim, bo'ldi, senim. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Menga ortiqcha pul kerak emas. Menga ham kerak emas. Hurmatli mijoz, mayli sog' bo'ling, charchamang. Holat bunaqa bo'ldi. Men zakaz oldim. Zakaz bo'yicha borayotgandim. Keyin menga telefon qildi. Menga aytdiki, "Qayerda sandotdi?" Men dedim, "Kelman" dedim. "Sandotdi, o'zi shu yerda bo'lishing kerak. Joyingdan qimirlaganing yo'q" sandotdi. Men dedim, "Men kelman" dedim. Keyin menga keldim. Eshikni ochyapti, oldin eshikni ochyapti, orqa eshikni ochib ber. Men o'yladim, paketi bormi buni dedim. Nimaga mashinaga o'tirmayapti deb xayolimga keltirdim buni. Endi ostanovka, avtobuslar yo'q, odamlar ko'p. Keyin bordim, eshikni ochib berdim. O'tirdi, yopib berdim. Qo'lida paket yo'q, invalid emas odam, sog'-salomat odam, yosh qiz, 19-20 yosh bo'lsa kerak. Keyin o'tirdim, olib keldim. Olib keldim, borayotgan joyimiz 2 minut ko'rsatdi, 700 metrmi, shunaqa 600 metr. Yaqin ekan. Juda ham yaqin. Avtobus menimcha kelmagan. Shu uchun biznes klassga qaragan, biznes arzon ekan, bizni chaqiraydi deb pont bor, pont. Vibon. Shunaqa jahlim chiqib ketdi mana, Xullas men yetib keldim. Eshikni ochdim, chiqdim mashinaga o'tirdim. Mayli sog' bo'ling. Qancha bo'ldi deb. O'zi ko'rib o'tiribdi qancha bo'lganini. Yozadi qancha bo'lishini. Pulingiz kerak emas deb ketaverdim men. Iltimos qilib yuboraman. Men yoshman. Men eshikni ochib beraman. Menga zapadlo emas bu narsa. Просто yoshlari katta odamlar ham bo'ladi. Ularga ham shunaqa majbur qiladimi? Tushishdan qarab odamlar, bechora tushib eshikni ochib beradi. Yangiz keldi, balo keldi bor. Tinch bo'linglar.